Amerikalik tadqiqotchilar Neil Howe va William Strauss 1991-yilda turli yoshdagi kishilarning umumiy falsafasiga asoslangan Avlodlar nomli kitobini chop etdi. Kitobda har 20-25 yilda avlodlar o'z xususiyatlarini o'zgartirishi qayd etilgan. Bugun sizlar bilan ushbu avlodlardan biri Z avlod haqida gaplashamiz. Bu avlod 1996-yildan to 2010, ba'zi manbalarda 2012-yilgacha tug'ilgan odamlar. Ularni qo'llarida smartfon yoki planshet bilan tug'ilgan deyish mumkin. Bola hali o'qish yoki gapirishni bilmasdan turib, planshet yoki kompyuterni qanday yoqishni biladi. Boshqacha qilib aytganda, zoomerlarni tarbiyalashda nafaqat ota-onalar, balki turli ijtimoiy tarmoqlar va ko'plab blogerlar ishtirok etmoqda. Bu avlod vakillari yangicha fikrlashi, tez moslashuvchanligi va axborotni tez qabul qilishi bilan ajralib turadi. Biroq ular duch kelayotgan muammolar ham o'ziga xos va murakkab. Birinchisi, raqamli qaramlik va ijtimoiy tarmoqlar bosimi. Z avlod ko'p vaqtini internetda o'tkazadi. Ayniqsa Instagram, TikTok va Telegram kabi platformalar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan. Doimiy onlayn bo'lish ehtiyoji, boshqalar bilan o'zini taqqoslash va ideal hayot tasvirlari yoshlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchisi, ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar. Z avlod orasida stress, xavotir va depressiya holatlari ko'paymoqda. Tezkor hayot sur'ati va yuqori talablar yoshlar zimmasiga katta bosim yuklaydi. Ba'zi hollarda ular o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketadi. Uchinchisi, ta'lim va kasb tanlashdagi noaniqlik. Texnologiyalar tez rivojlanayotgani sababli ko'plab an'anaviy kasblar yo'qolib, yangilari paydo bo'lmoqda. Bu esa yoshlar oldida qaysi kasbni tanlash kerak degan savolni yanada dolzarb qiladi. To'rtinchisi, ijtimoiy va iqtisodiy bosim. Uy-joy narxlarining oshishi, ish o'rinlari raqobatining kuchayishi ham Z avlod uchun muammo bo'lib qolmoqda. Mustaqil hayot boshlash avvalgi avlodlarga qaraganda hozirda yanada murakkabroq. Shu o'rinda Jonatan Haydning Behalovat avlod kitobini o'qishni tavsiya etib ketaman. Unda so'nggi yillarda yoshlar orasida kuchaygan ruhiy salomatlik muammolari tahlil qilinadi. Muallif ayniqsa Z avlod vakillari orasida xavotir, depressiya va yolg'izlik darajasi oshib borayotganini ta'kidlaydi. Kitobda muammolar batafsil tushuntirilgan va ularga yechimlar ham berilgan.